Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana biz aravamizni bugun obzorini o'tkazamiz. Arzon arava oldingiz, o'zingizga bosh og'rig'i orttirdingiz. Yo ruchkasi uzilib ketadi, yo pachimliklari sinib ketadi, yo pakrushkasi teshilib qoladi, yoki yirtilib ketadi. Shu narsalardan xalos bo'lasiz bu aravani olsangiz. Ishlab chiqaruvchidan 5 yilga kafolat beramiz. Nimaga bunaqa ishonib aytayotganimni sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, listlarimizga kelsak, to'rli, qalin listlar bo'lgan, juda mustahkam. Keyin aravamizning oldi qismi konteyner ruchkasidan bukilgan, juda qalin, 3.2 stenka bo'ladi. Ancha-munchaga bukilib qolmaydi. Mana keyin aravamizning balonini diskasiga e'tibor beringlar, zavodskoy, qalin diska. Keyin bunga o'tiradigan stupitsa. Bu ham juda qalin, mana baquvvat rezbalari ham melki rezba mana. Plotni tushadi. Hattoki bu tomonida ham zashtasi bor, diskaga bermaydi yaqa-baqa bo'lishga. Juda mustahkam. Keyin o'zini shunday qatirib qo'ymaymiz biz stupitsani, mana gravirniy shaybalari bo'ladi. Bu bo'shalib ketishga yo'l qo'ymaydi. O'shaning uchun ishlab chiqaruvchidan 5 yilga kafolat beramiz. Pakrushkani ham originalini qo'yamiz. Uzoq xizmatlarini qiladi. Keyin mana oyoq qismiga kelsak ham, oyoqlariga ham двойной угольник beriladi. Nima sababdan? Misol to'g'ri qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yonga og'darganda oyog'ini bir tomonga sindirib yuboradi. Bunda alohida bir-biridan ajratib qo'yilgan oyoqlar yonga og'darganingizda ham kashshe bo'lganini hisobiga hech qayerga bermaydi. Keyin ruchkalarimiz ham konteyner ruchka. Bu turbalari ham qalin turbalardan iborat. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'onaning Chimyonida joylashgan. 5 yilga hamma yo'g'iga garantiya beramiz, hattoki pachimliklariga ham garantiya beramiz. Endi narxiga kelsak, sifatli narsani narxicha qimmatroq bo'ladi, 800 ming so'm. Kimga shunaqa baquvvat mahsulotlar kerak bo'lsa, telefonlarimizni ekranda qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar.